Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Robbimiz azza va jalla bu ojiz bilan qo'ygan ibodatlarimizni qabul qilsin. O'ziga haqiqiy qul Janobimiz sallallohu alayhi va sallamga chin ummat bo'lib yashab o'tish baxtini bersin. Hech qachon u narsani bizdan ko'tarib qo'ymasin. Bugun qo'limizdan kelganicha sizlarga Janobimiz sallallohu alayhi va sallamning hayotlarida bo'lgan bir voqea haqida gapirib bermoqchimiz. Janobimiz sallallohu alayhi va sallam Madina Munawvaraga hijrat qilib borishlaridan avval yo'da Avs va Hazraj degan qabilalar bo'lgan. Bu Os degan bitta katta voqea bo'lgan. Unda juda ham katta urush bo'lib, asosan oqsoqollar qirilib ketib, Abdullah ibn Ubay ibn Salul degan bir oqsoqol qolgan bo'lgan. Janobimiz hali hijrat qilmasdan oldin u odamni misoli boshini razmerlarini olib tojlar yashashgan. O'sha paytda Yasib degan shaharga bu qirol bo'ladi deb turishgan paytligida Janobimiz sallallohu alayhi vasallam hijrat qilib boradilar. U kishi martabasidan tushib ketadi. Hamma e'tibor, martaba Janobimiz sallallohu alayhi vasallamga qaratiladi. Makkadagi davrda bo'lgan paytlarda insonlar ikki xil bo'lgan. Allohga ishonadigan va Allohga ishonmaydigan. Hali uchinchi xil odamlar bo'lmagan. Madina Munawvaraga ko'chib borganlardagi uchinchi xil odamlar ham paydo bo'ldi. Bular munofiqlar deyiladi. Zimdan namoz o'qishgan, Janobimiz sallallohu alayhi vasallam tilida iymonni izhor qilishgani, lekin qalbligida Janobimiz sallallohu alayhi vasallamga qarshi bo'lishgan. Munofiqlar Janobimiz sallallohu alayhi vasallam bilan hijratning 5-yiligacha yelkama-yelka turib jihodga chiqishmagan. Badrda qaytib ketgan, Badrga chiqishmagan, Uhudda qaytib ketishadi, Handaqda qaytib ketishadi. Lekin qarab tursa musulmonlarning qo'li borgan sari balon kelyapti, ko'pdan ko'p o'ljalar tushyapti. Shu o'ljalarga ega bo'lish uchun Bani Mustalaq degan g'azotga birga chiqishadi ular. Juda ham katta o'lja qo'lga tushadi. O'shalarning ichida 200 ta asiri qo'lga tushadi. Asirlarning orasida o'sha qabilaning oqsoqolining qizi ham bo'ladi. U bir sahobani chekiga tushadi, bizning tilda aytganda, kelgan sahoba jalila aytishadiki, falonchi qabilani oqsoqolining qizi. O'shani siz o'zingizga olsangiz bo'lardi deyshadi. Janobimiz sallallohu alayhi vasallam siyosatlari shunaqangi darajada go'zal bo'lganki, haliga cho'ri qizni o'zlariga nikohlariga qabul qiladilar, iymonga keltirib turib. Va ismlarini Juvayriya deb o'zgartiradilar. Juvayriya radhiyallohu anha onamiz shu kishi bo'ladilar. Endi sahobalar o'ylab qolishdi. Qabilaning oqsoqolining qizi nikoh orqali butun mo'min musulmonlarning onasiga aylandi. Ularning qarindoshlarini qanaqa qilib o'zigida asl qilib ushlab turishadi? Janobimizning hurmatlaridan, Juvayriya onamizning hurmatlaridan ularni hammasini ozod qilishadi. Munofiqlarga yoqadimi? O'zi endi o'ljaga o'lja deb chiqdi. Mana bunaqa voqea bo'ldi. Ichidagi haligi olov yana ham alangalab ketdi. Bir quduqqa boshiga borganda Hazrat Umar radhiyallohu anhu ning xizmatkorlari bilan ansoriylarning bitta qulin o'rtasida janjal chiqadi. Bu kishi turib ya ansor dedi, bu kishi turib ya muhojir dedi, o'rtada katta urush chiqadi. Urush chiqib ketdi o'tgan paytda bu narsa Janobimizga yetib boradi. Janobimiz sallallohu alayhi vasallam kelib turib, "Men o'rtalarda turganimda shu ishni qilsizlarmi?" deydilar-da. Hammaga turinglar, yuringlar deydilar. Bu vaqtdan foydalangan o'sha Abdullah ibn Ubay ibn Salul bir gap tarqatadi. Ma'nosi shundan iborat bo'ladiki, iting semirsa sen o'zingni qopar deydi. Mana sizlar bularga joy berdinglar, imkoniyat berdinglar, bag'ringlarga oldinglar. Mana endi bular sizlarga qarshi chiqyapti deydi. Janobimiz sallallohu alayhi vasallam odatda safarda yurg'izmaydigan paytlar, quyosh qoq issiqqa chiqqan paytda yuringlar, turinglar deydilar. Ya'ni haligi fitnani oldini olish uchun sahobalarni taxminan 1 sutka yurg'izib turadilar. 1 sutka. Oxiri shunaqangi joyga issiq o'tib ketadi ertasi kuni. Böyle to'xtaylar deganda hech kim gapirishga holi qolmay tapa-tapa yotib uxlab qoladi. Bu safarda Oysha onamiz ham chiqqan bo'ladi. Oysha onamiz yoshgina qizcha bo'lganlar, yengilgina bo'lganlar. Haligi kajavagida o'tirsalar, nima ko'taradiganlar. Bormalar, yo'qmilar bilinmas ekan ham. Oysha onamiz tahoratga boradilar. Qaytib kelayotganda bo'ynlarini ushlaydilar. Qarasalar opalaridan ijaraga olgan, taqib turishga olgan marjonlari yo'q. Yana boshqatdan ketadilar. Ular ketganlarini bilishmaydi. Janobimiz sallallohu alayhi vasallam turinglar dedilar.
yuramiz, Madinaga qarab yurishadi. Oysha onamiz kelsalar, karvon yo'q. Hali hijob oyati nozil bo'lmagan, bir chekkaga borib o'tirib uxlab qoladilar. O'shanda Janobimiz sollallohu alayhi vasallam bir odatlari bor ekan, orqada u bu kimi narsa tushib qolgan bo'lsa, o'sha bir sahobani qo'yib qo'yar ekan, terib kelar ekanlar. Savbon radhiyallohu anhu qarasalar, Oysha onamiz o'tirib uxlayotibdilar. Borib tuyani shunda cho'ktirarlardi, o'zlari uzoqqa borib turib, inna lillahi va inna ilayhi rojiun deb qo'yadilar. Oysha onamiz uyg'onib ketadilar shu gapdan, qaramay turadilar, ular tuyaga minadilar. Keyin ularning orqaligidan yetib borishadi. Ularning xabari yo'q jamoatda. Uzoq jamoat dam olgani o'tirgan paytligida ular yetib kelishadi. Haligi munofiq yana bitta imkoniyat paydo bo'ldi deydi. Nima deydi? Endi mana Oysha deydi, Safbo bilan yolg'iz qolib deydi, qiladigan ishini qildi deydi. Janobimiz sollallohu alayhi vasallamga haligi bo'lgan voqealarni eslatib turib bir gap tarqatadiki, aziz xorni deydi, Madinadan chiqazadi deydi. Bu gap sahobalarning ichida tarqiydi, janobimizga yetib keladi bu gap. Ya'ni u o'zini aziz, janobimizdan xor. Men seni chiqazib olaman degandek qiladi. Hazrat Umar aytadi, bu gap uchun uni o'ldirish kerak deydilar. Bu gapga qo'shilganlarni o'ldirish kerak deydilar. Bu gap aylanib borib o'g'illari, ya'ni Abdulloh ibn Ubay ibn Salul, Allohning la'nati bo'lsin, uni o'g'illari Abdulloh ibn Abdulloh radhiyallohu anhu ga qarang. Adalari Allohning eng katta dushmani. Janobimizning dushmani. O'g'illari bo'lsa Allohga haqiqiy qul, janobimizdan eng yaxshi ko'rgan sahobalardan birlari bo'ladi. Kelib nima deydilar? Yo Rasululloh dedilar. Otamni bu gapi uchun aniq o'ldirishingiz kerak. Bu kishiga o'lim hukm qilinishi kerak. Agar birorta bir birodarim otamni o'ldirsa, men umrimning oxirigacha o'sha odam yomon ko'rib qolishim mumkin. Chunki adamga eng mehribon farzand menman. Ruxsat bering, men o'zim o'ldiraman adamni deydi. Janobimiz nima dedilar? Otangi yaxshilik qilgan dedilar. O'sha Abdulloh ibn Ubay ibn Salul, Allohning la'nati bo'lsin, olamdan o'tganda o'g'illari kelib turib, "Yo Rasululloh, ustingizga xirqangizni bersangiz, adamni shu bilan kafanlansa, shoyat adamga bir yaxshilik bo'lsa deb umid qiladi." Rasululloh yechib beradilar. Uni janozasiga ham boradilar. Hazrat Umar nima deydilar? "Bormang yo Rasululloh, u munofiq edi" desalar, Rasululloh yo'q deydilar. "Boraman" dedilar. 71 marta ularga rahmat etsangiz ham qabul qilinmaydi desa, 72 marta aytaman kerak bo'lsa deydilar. Shunda ulug'larimizdan birlar so'ragan ekanlar-da. Nimaga Rasululloh borganlar-yu Umar bormaganlar? Umar kim? Aslida Rasulullohning oldilarida Umar hech kim emas. Nimaga bunaqa bo'lgan desa, aytishadiki, janobimiz butun olamlarga rahmat bo'lib kelganlar. Ularning rahmatlari dinsiz bo'lib o'tgan amakilariga shu darajada bo'lgan ekanki, amakilari bo'lgan hurmatidan jahannamda eng yengil jazo ularga berilar ekan. Olovdan bo'lgan kovush kiyib turar ekanlar, miyalari qaynar ekan. Har dushanba kuni dunyoga kelganlarida Abu Lahab alayhilana bir cho'rlari kelib turib, olamdan o'tgan ukang farzandli bo'ldi deganda xursandchiligidan ozodsan degani uchun har dushanba kuni jahannamda unga muzda suv berib turarlar ekan. Qarangda, jahannam ahliga ham ularning rahmatlari bo'lganda. O'shaning uchun Ashrof Ali Tahonaviy aytadilarki, Umarda faqat Umarlik bor edi. Abu Bakrda faqat Abu Bakrlik bor edi. Lekin Rasulullohda Abu Bakrli ham bor edi, Umarli ham bor edi dedilar. Ular shunaqa butun olamga rahmat bo'lib kelgan zot bo'lganlar. Bizi o'sha kishini ummatimiz alhamdulillah. Bizi o'sha kishini tanishimiz kerak. E'tibor bering-da, o'zlariga dushmanchilik qo'ygan, ayollarini bo'xtonda ayblayotgan kishiga nisbatan o'g'illari ruxsat bering, boshingni men o'zim olay desalar, otangga yaxshilik qilgin deyaptilar. Bizning dinimiz ota-ona irqi, millati, dini qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar ota-onaga yaxshilik qilishga buyuradi. Saodat asri Janobimiz sollallohu alayhi vasallam minbarga ko'tarilib ketayotdilar, amin dedilar. Yana bir marta amin dedilar, yana bir marta amin dedilar. Nihoyatda zukko bo'lgan sahoba jalillar odatda qilmagan ishingizni qildingiz yo Rasululloh. Endi biz ham har safar minbarga chiqayotganimizda amin,
Amin, amin deymizmi desalar, Janobimiz yo'q dedilar. Mani huzurimga farishtalarning eng ulug'i bo'lgan, jamiki payg'ambarlarga vositachi bo'lgan Jabroil keldi. Va aytdiki, "Ya Rasululloh" dedi. Kimni qo'lida adasi va ayasi, ota-onasi deyiladi hadisda. Otasi va onasi qosayu yoki otasi yoki onasi qosayu, ularga yaxshilik qilib, o'ziga jannatni vojib qilmagan farzand xor bo'lsin, burni yerga ishqalansin, amin din dedilar. Janobimiz amin dedilar, duo ketdi. Kimda kim Ramazon oyiga yetib borsa, Ramazonning hurmatini qilib, o'ziga jannatni vojib qilmasa, xor bo'lsin, burni yerga ishqalansin, amin din dedilar. Janobimiz amin dedilar, duo ketdi. Sizni ismingiz zikr qilingan paytda sizga salovat etmagan odam xor bo'lsin, burni yerga ishqalansin, amin din dedilar, amin dedilar, duo ketdi. Bize hozir mavzuyimizda bu yerda oladigan narsamiz, qaysi birimizdan qo'limizda adamiz, qaysi birimizdan qo'limizda ayamiz yoki kimimizdan qo'li ikkalovligi ham jam bo'lgan holatda bor. Bu kishilar biz uchun jannat eshiklari. Biz bu eshiklarni mahkam ushlab olib, o'zimizni shu eshiklar orqali jannatga kirgizib olmasak, xor bo'lishimiz %100. Chunki duo qiling deb farishtalarning ulug'i so'rayapti. Duo qilgan zot bo'lsa, hammadan, ya'ni Alloh yaratgan mahluqotlarni eng afzal bo'lgan Janobimiz sallallohu alayhi vasallam duo qilyaptilar. Mana shu yerda o'tirgan hammanglarni amma, xola, tog'a, amakilaringlar bor. Hozir ko'zinglarni yumib, shundan o'ylab ko'ringlar, qaysi birligidir boshqaligiga nisbatan baxtli yashashadi. Baxt faqat moliyada emas, pulda emas. Bola chaqasi itoatda, quda andasi bilan zo'r, qarindoshlar orasida obro'yi balon. Nega bunaqa desangiz, tegini zaminini surishtirsangiz, o'shalar qachonlardir do'dengizni, buyingizni xizmatlarini zo'r qilib nazarliga tushib duoligini olishgan bo'ladi. Mana shu yerda o'tirganlarimizdan ko'pimizdan farzandmiz. 3 tadirimiz, 4 tadirimiz oilada. Qaysi birimizga ko'p ish beradi ota-onamiz? Agar aynan sizga ota-onangiz eng ko'p ish buyursa, xursand bo'ling. Alloh sizni ibodat qilishingizni xohlayapti. Siz turganingizda ukangizgami, akangizgami ish buyurayotgan bo'lsa, sizga ish buyurishmayotgan bo'lsa, qo'rqing. Demak, qachonlardir sizga ish buyurishgan paytligida siz ularga balkim yuzingizni burib qo'ygandirsiz. Shu narsani vaqtida aytsanglar bo'lmasmidi degandirsiz. Ko'chadan olib kelib olardim degandirsiz. Hozir pulim yo'q, qatdan olaman deb qattimroq gapirib qo'ygandirsiz. O'zi bizani millatimiz shunaqa mehribon millatki, hech qachon o'zi farzandini oq qildim demaydi o'zi, hech qachon. Lekin mana shu xatti harakatlar farzandni ota-onaga oq bo'lib qolishi mumkin deyshadi ustozlarimiz. Ya'ni ish buyurishga ikkilanadi-ku otasi yoki onasi o'g'liga. Hozir ish buyursam urush bermasmikin? Bir narsa demasmikin degan narsa mana shu qalbidan o'tsa qo'rqish kerak. Juda qo'rqish kerak bu narsani. Kosasi oqarmaydi. Ustozlar aytishadi, ikkita inson, biri ishlamasa bo'ladi, biri ishlasa ham kosasi oqarmaydi. Ishlamasa bo'ladigan ota-onasining duosini olgan baraka topib ketaveradi. Ishlab kosasi oqarmaydigan ota-onasini xafa qilgan farzand bo'ladi. Albatta, endi bu yerda faqat ayb farzandni o'zidami desa, yo'q. Ota-onaga ham ko'p narsa bog'liq. Farzand tarbiyasida bizni xato qiladigan eng katta xatolarimizdan bittasi, farzandga Alloh bergan iste'dod bor, bizning orzuyimiz bor. Mana shu narsa katta xatolardan bittasi bo'ladi. Men xohlaganimdek bo'lmayapti. Qori bo'lmayapti, qoriya bo'lmayapti. Maktabda yaxshi o'qimaydi, uni qilmaydi, buni qilmaydi. Siz o'zingiz iste'dodingizni farzandingizni qilmoqchisiz, farzandda shunga iqtidor bormi yoki yo'qmi, o'ylab ham ko'rmaymiz. Biror marta bo'lsa ham o'zimizga gapirishga uyalinsa, yaqin bir dugonamizgami qiz bola bo'lsa, o'g'il bola bo'lsa, yaqin bitta do'stimizni oldiga olib borib turib, o'rtoq, mana shuni qalbimda qo'lingni solib ko'rchi. O'zi orzuyi nima ekan, o'zi nimani xohlar ekan deb so'rab ham ko'rmaymiz. Bu narsani kerak deb ham o'ylab ham ko'rmaymiz. Keyin katta bo'lganda muammo bo'lsa, o'zimizdan xafa bo'lamiz. Janobimiz sallallohu alayhi vasallamni sunnatlaridan birlari doimiy holatda suhbat o'tkazayotgan paytlarda savol-javob bilan o'tkazganlar. Savolim sizlar tarafga, hoji dodalarim. Faraz qilinglar, uyda o'tiribsizlar, eshiginglar taqillab qoldi. Qaranglarchi kim kelibdi dedingiz.
Uydagilar borib ochishdi, "Adajonim, bir yigit sizni so'rayapti" deydi. "Kirsinlar" dedingiz. Hali yigit kirdi, ro'paringizga o'tirdi. "Kelin, xush kelibsiz" dedingiz. "Nima xizmat" dedingiz. "Xonadoningizda Zokira, Obida, Allohga bir yaqin qizingiz bor ekan, qizingizni qo'lini so'rab keldim" dedilar. "Xush kelibsiz" dedingiz. "Agar sizga qizimni bersam, nima va'da berasiz" deb so'radingiz. Ular aytdilarki, "Qizingiz bizning xonadonimizga tushganlaridan keyin ota-onamning xizmatini qiladigan xizmatkorimiz bo'ladilar. Meni xizmatimni qiladigan xizmatkorimiz bo'ladilar. Idish-tovoq yuvuvchi, taom tayyorlovchi bo'ladilar. Men o'zim ilm olaman. O'zimga jannatni vojib qilaman. Lekin qizingiz bilan ishim yo'q" desalar, kim beradi shunaqa yigitga qizini? Beradiganlar bormi? Bermaysizlar. Siz o'zingiz har juma namoziga borib, jumaning mavzularini eshitib kelsangiz, ertalab saharda oshlarga borib amr ma'rufdan eshitib kelsangiz, uyingizga kelganda dasturxonga qo'yilgan taomlardan nariga o'tmasangiz, jumadagi probkalar to'g'risida gapirsangiz, lekin juma mavzudan gapirib bermayotgan bo'lsangiz, o'sha sovchi bo'lib kelgan yigit sizlar. Sizlar faqatgina o'zingizlar borib jumada amr ma'rufda o'zingizlarni jannatga vojib qiladigan ilmlarni olasizlar-ku, haftada bir marta 10 daqiqa oilalarga shu narsani yetkazmayapsizlarmi? Demak, o'sha sovchi yigit sizlar. Hoji dodalarim, biza mas'ulmiz. Kecha kuni sana o'sha Arafat vodiysiga olib chiqishganda Janobimiz sollallohu alayhi vasallamni oxirgi qilgan xutbalarni ustozlarimiz aytib berishdi sizlarga. Bizada so'ralishadi, bular bizga osilishadi. Allohim bizadan bular haqida so'raydi. Men Abdurahmon qori aka bilan suhbatda bo'lganimda, qori aka vasiyat qiling deganman. Ko'rgan bo'lsangiz internetda chiqib ketganlar, mana shunda stolga o'xshagan narsani ko'tarib yurishadi. Qori akamlarni tojikistonlik bo'ylar mana shunchagina. Qori aka menga bir nasihat qiling deganda bir gap aytganlar. "Nech kilo soz qori aka" deganlar. "Ha, 100 dan oshiqman" dedim. "Tug'ilganingizda-chi?" "Taxminan 3 deylik" dedim. 97 ga javob bor ekan deganlar. Qo'lingizga tushganda onajonlarimiz 25, 30, mana 40 kilo bo'lishgandir. Bugungi kunga kelib turib 60, 70 bo'lib qolishgan bo'lsa, siz topgan mablag' bilan o'sdimi bu go'sht? Demak, mana shuncha kiloga javob beriladi qiyomat kuni. Qaysi yo'l bilan katta qilindi? Yana bitta narsa sizlarga so'raydiganim. Odatda Alloh ko'rsatmasin, hech qaysi qizimiz uyimizga xafa bo'lgan holatda kelmasin. Mabodosiga qizimiz uzatganimizdan keyin uyimizga xafa bo'lib kelsa, aybni kimda deb bilamiz? Kimda deymiz? Anu qaynisining oldin turmushga chiqsin, senga aql o'rgatguncha deymiz. To'g'rimi? Anu o'zi qaynonangdan boshda o'zi menga to'g'risi yoqmagan edi deydi. Qaynotang ham o'zi shunaqa, kuyov bolami o'zi yoqmovdi, sen o'zim tegaman deganing uchun uzatdim deymiz. Kamdan kam holatda ayb o'zimda deymiz. Hoji dodalarim, jonim bolam, men senga bitta gap aytaymi? Qur'onda bir oyat o'qidim. Pokiza erkakka pokiza ayol ekan. Men bilasanmi, davlat ishxonasida ishlardim sen dunyoga kelgan paytingda. Ishim 9 dan 6 gacha edi. Tushli vaqtim 1 dan 2 gacha edi. Lekin 15 da ham 6 da ham uyga ketib olardim. 9 dan 10 minut o'tganda ishga kelardim. Tushlida ham o'tib ketardim. Oila o'tgan mahallamda hurmatli kassir, bu oy men korxonaga 40 minut xiyonat qilman. Oyligimdan 40 minutligini olib qo'ying. Men bu luqma bilan qizimni boqsam, xuddi shunaqa luqma bilan uchiradigan kuyovga duch kelib qolishi mumkin deb qachon oyligimizdan olib qoling deb aytganmiz. Aytmaganmizmi? Demak, shunaqa luqma bilan katta bo'lgan yigit xuddi shunaqa qizga loyiq bo'ladi. Buni dalili Janobimiz sollallohu alayhi vasallam ifk voqeasida gaplar tarqagandan keyin Janobimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalardan so'rashni boshladilar. Oysha onamiz haqlarida Hazrat Umarga keldi navbat. "Ya Umar, Oysha haqida nima deysan?" dedilar. Hazrat Umarda imkoniyat bor edi. Qizlari Hafsa Oysha onamizdan keyin edi turardi muhabbatda. Birinchi o'ringa chiqaz olish imkoniyati bor edi, lekin Umar bo'lganlar. U kishi uchun oilada hech kim bo'lmagan. Rasululloh oldilarida. "Ya Rasululloh" deganlar. "Sizga Allohim badaningizga pashshani qo'ndirmaydi" deganlar.
pashsha bilasiz o'zingiz najosatlarga qo'nib yuradi. O'sha kichkinagina najosatni sizni badaningizga qo'nishga Alloh ham rozi bo'lmaydi. Agar Oyisha pok bo'lmaganida badani sizga tegmas edi hech qachon dedilar. Oyisha pokdir deydilar. Endi bizning farzandimizning badaniga tegadiganini nima bilan o'sishi, biz o'zimizning farzandimizni nima bilan o'stirayotganimizga bog'liq bo'ladi. Endi tushunib yetdik. Vaqt o'tib ketib qoldi. Har uylantiradigan, uzatadigan qizlarimiz bor. Nima qilishimiz kerak? Birinchi navbatda qattim tavba qilishimiz kerak. Juda ham qattim tavba qildim deb emas. Rostmanasi tavba qilishimiz kerak. Janobimiz sallallohu alayhi vasallam bir suhbatda aytadilarki, "Meni ummatimdan muflis kim bilasizlarmi?" deb so'raydilar. Sahobalar aytishadiki, biz biladiganimiz bankrot bo'lgan odam. Janobimiz nima dedilar? Yo'q dedilar. Meni ummatimdan muflis banda dedilar. Qiyomat kuni bo'lganda unda hamma yaxshilik bo'ladi. 1000 yiliga nima yaxshilik kelsin, o'sha yaxshilik o'sha odamda bor. Faraz qilinglar, bir insonda jamiki yaxshiliklar bor. U inson Alloh undan rozi bo'lib, endi jannatga kirib ketaman desa to'xtatilinadi. Xuddi mana shunaqa jamoat turibdi-da. Yo Rabbiy, bular kim deb so'rayman. Hammamizning javobimiz bizga namoz o'qish farz bo'lgan soatdan boshlanadi. Kitobimiz ochilgan daqiqadan boshlanadi. Aytiladiki, bu sinfdoshingiz Komiljon yoki Husniddin ona tili va adabiyot darsida ruchkangiz yozmay qolgan edi. O'rtoq ruchkani berib turdi dedingiz, ruchkasidan foydalandingiz. Ruchka daftar ichiga tushdi, daftar popkaga tushdi, popka uyga qarab ketdi. Bugun shu ruchkani haqqini ado qilish kerak endi. Puli yo'q, tanish bilishi yo'q, nima bilan ado qilinadi? Komiljon, shu bandamdan shu ruchkani haqqi uchun nimasini olib beraysan? Nima xohlaysan? Umra qilganmi hayotida? 2025-yil Muhammad Amin Odiljon Ojdoda yoki Nodirjon bilan boshligida umra qilgan. O'sha umrani savobi menga o'tib ketsin. Bitta ruchka uchun qilgan umrlar yo'q. Bu kishini tan olmay turman. Bu kishi kim? Qishki kun edi, qorni yaxshilab dumaloq qilib otdingiz. Bu kishining bo'yinlarigami, boshlarigami, et-betlariga tegdi. Uyga yig'lab ketdilar menga nola qilib. O'sha qorni bugun javobini berish kerak. Namozlari bormi? Namoz o'qiganmi bu kishi? Namoz o'qigan, shu namozlar menga o'tib ketsin. Bitta qor uchun namozlaringiz ham o'tib ketdi. Nimalarimiz qoladi? Bu faqat erkaklarga tegishli emas, bu ayollarga ham tegishli narsa. Nimamiz qoladi endi? Bizning dinimiz insonlarni boshi berk ko'chaga olib kirib, qalbiga vahimani solib chiqib ketadigan din emas. Albatta har bir narsaga yechim beradigan din. Shu suhbatda ustoz aytdilarki, birinchi navbatda eslang. Kimni nima haqqi o'tib qolgan sizga? O'tib qolgan haqqlarini o'sha odamdan topishga harakat qilasiz. Topish imkoniyati yo'q bo'lsa, o'sha odamning nomidan sadoqat qilasiz. Endi o'sha odam favqulodda paydo bo'lib qoldi, keldi, sizdan haqqini so'radi. Siz sadaqa qiluvdim dedingiz. Menga qiziq emas qilgan sadaqa, menga pulimni ber desa qaytarib berasiz, savobi sizga qoladi. Bir talaba so'radi, ustoz, men bir hadis eshitgan edim. O'sha hadisga binoan kim Subhanallohi valhamdulillahi va la ilaha illallohi vallohu akbar desa, unga bitta daraxt ekilar ekan. Men kuniga bomdod namozidan keyin 100 marotaba va shom namozidan keyin 100 marotaba aytamanki, kuniga 2 daraxt ekaman. U daraxtlardan umidim yo'q. O'sha haqdorlarga berishga harakat qilaman. Va yana bir narsa eshitdimki, kim 10 marotaba Ihlos surasini o'qisa, Qul huvallohu ahadni o'qisa, jannatda bitta uy qurilar ekan. Bomdod namozidan keyin 100 marotaba va shom namozidan keyin 100 marotaba o'qiymanki, 20 ta uy quramanki jannatda. O'sha uylardan ham umid qilmayman. O'sha kuni ularga tarqatsam deyman deb so'radi. Ustoz aytdilarki, qo'lingizdan kelsa ko'paytiring. Qo'limizdan kelganicha tilimizda Allohning zikrini qo'l qilib turishimiz kerak. Shunaqa narsalarni o'zimizga vazifa qilishimiz kerak. Umid qilinadi. O'sha kun kelganda, o'sha uy, o'sha daraxtlar bilan hisob-kitob qilinib turib, eson omon o'sha ko'prikdan o'tib olishi umid qilinadi. Vazifamiz bo'lish kerak o'zimizdan. Endi sizlar inshaalloh oldinroqdan bu narsani aytayotganimiz guruhlarga tashlab beramiz sizlarga. Uyga qaytadigan bo'lsanglar, Hazrati Mo'minning Meroji degan mufassal namoz kitoblari bor. O'sha kitoblarini olinglar, bir 20 tachami, 10 tachami, hozir bir 20 ming bo'lsa kerak, adashmasam.
Bir 200 mingga 10 tacha beradi. Telefon qilib jonim bolam, jiyanim kim bo'lsa ham olib kelib qo'y. Meni ziyoratimga kelgan odamlarga o'sha kitobni tarqataman. O'sha kitobni o'qigan odamlar amal qilar ekan, sizga savob kelib turadi. Ayollarimiz uchun, onajonlarimiz uchun jannat nubuvat xonadonining xonimlari degan Hazrat Hadis va Hayot degan kitoblari bor. Onajonlarimiz haqida butun ma'lumotlar berilgan. Sizlar uchun bundan yaxshi kitob yo'q, onalarimizni tanishinglar uchun. Biz uchun bo'lsa, alhamdulillah, Abu Bakr, Umar, Usmon, Alilarni zo'r taniymiz. Qolgan jannat bashorati berilgan sahobalarni-chi, Janobimiz sallallohu alayhi vasallam ahli baytlarini-chi, o'shaning uchun biz uchun eng yaxshi kitob jannat bashorati berilganlari va ahli bayt degan hadis va hayot shu juzi bor. Bu yoqqa kelishadi ko'pchilik Qur'on qo'ymoqchimiz deyshadi. Yaxshi ish, lekin bitta narsani to'g'ri tushuninglar. Haram sharifda ham, Masjid-u Nabaviyda ham bitta ustunning atrofida taxminan 64 ta Qur'on turadi. Lekin o'z ko'zinglar bilan ko'ryapsizlar, nechtasi olinadi, nechtasi olinmaydi. U narsalar 1 oy, 2 oydan keyin yig'ishtirilib bu masjiddan chiqaziladi. Butun dunyoga tarqatilinadi. Lekin insof bilan aytaylik, o'zimiz masjidga chiqamiz vatanimizda. Nechta Qur'on bor, nechtasi o'qilinadi? Nechta shundayligicha turiladi. Endi inson olamdan o'tgandan keyin uni amal daftari yopilar ekan, illo 3 ta narsadan savob kelib turadi. Sadaqa-i joriya, foydali ilm, solih farzand. Solih farzand kim? Solih farzand 5 mahal namozida salom berishdan avval Robbana g'firli va li validayya va lil mu'minina yawma yaqumul hisab robbirhamhuma kama robbayani saghira. Bu bir talabani duosi. Buni bilmasangiz Robbi g'firli va li validayya deb qo'yasizmi? Faqat Qur'on namozda talaffuz arabcha bo'lish kerak duolar. Allohumma g'firli va li validayya deb qo'yasizmi? Farqi yo'q. Har 5 mahal namozda ota-onangizni eslasangiz, demaysiz solih farzandsiz. Endi bu tong men uchun otdi, ota-onam uchun otmadi. Bu tun men uchun botdi, ota-onam uchun botmadi. Qo'lingizga tasbih olib 100 marotaba arabchasini bilmasangiz, o'zbekchasi ota-onam mag'firat qil, ota-onamni kechir, ota-onamni kechir degan vazifangiz bormi? Demaysiz solih farzandsiz. Shayton alayhilani bizga sadaqa-i joriya va foydali ilmni faqat olim va faqat boy odamlar qiladi deydi. Boshqa narsadan to'sib qo'yadi. Men sizlarga oddiy bitta narsani aytishim mumkin. Nodirjonning jamoasi bormi shu yerda, guruhlar? Nodir og'aning jamoasi bo'lsa, sizlar uchun bu narsani Muhammad Aminga ham qilishgan, Odiljon Hojidodaga ham qilishgan. 50 yoshingiz bir haftada nechta umra qilar ekan? Bir haftada nechta qilyapti? 2 ta. Bir haftada 2 ta, bir oyda 8 ta, 5 oyda 40 ta degani. 40 ta umrani savobini adez bilan ayezga bag'ishlab qo'ysangiz bo'ladi. Qanaqa qilib? Bu yoqda Makka Mukarramada ham, Madina Munawvarada ham eng zo'r ehrom Jardano degan ehrom. Haramga tushganinglarda sal pastga tushsanglar, Jabal Umar degan katta do'konlar bor. Soat ichida ham bor bu do'kon. Ani eskalatorli kichkina eski soat o'rnida ham bor. O'sha yoqqa kirsanglar, Jardano degan do'kon bor. Bugungi kunda 115 riyol turadi o'sha ehrom. O'sha ehromni olasizlar. Yakshanba kuni Nodirjon kelgan paytida kutib turasizlar. Men niyat qildim mana shu ehromni o'g'limga berishga, siz ustingizdagi ehromni uyingizga borganda men ehromni kiyinda, mana shu ehromni yechib keling deb yechib olasizlar. Bahonada sizni ehromingizni o'rashga majbur bo'ladi. Va nima qiladi o'sha ehrom bilan? Umra qiladi. Yakshanba kuni o'zida bitta umrali bo'lib turibsiz. Uni savobini adez bilan ayezga burib qo'ydingiz. U ehromni 1 yil kiyadimi? 2 yil kiyadimi? Bo'l, savobingizga kelib turadi. Nimaga men Muhammad Amin bilan Odiljon Hojidodan guruhlarga aytmayman bu narsani? Sizlardan oldin guruhlik qilib berganman, ularga va'da berganman, boshqa ehrom oldirtirmayman deb. Endi bizni nima qilsak bo'ladi? Bizning ham 50 boshimiz bor. Biz ham adamimiz bilan ayamizga savob qilmoqchimiz desanglar, asr namozini jamoat bilan o'qigan odamni aytdik, 10 million 300 ming rakat ishlaydi. Asr namozini o'zidan. To'g'ri 100 mingga ko'paytirsizlar, 400 ming, jamoatga ergashgan uchun 20 ga ko'paytirasizlar, shunda 10 million 300 ming bo'ladi. Mana bu do'ppi ikkitasi 15 riyol, 7,5 riyol deyman. Naski 10 riyol. Himmat qilib anaqa ko'yni olib beraman desanglar 100 riyol. Bitta asr namozini o'ziga chiqib kelsa ham, bu xolanki ko'ynini 1 yil kiyadi.
darsga boradi, dars beradi, namoz o'qiydi. Savobini adamga, ayamga deb qo'ydingiz ichingizda. Hoji doda, mana shu ko'ylakni kiyib yuring, Muhammad Amin, mana shu ko'ylakni kiyib yuring, iltimos. Bu xo'p bo'ladi dedi. Dazm oladida bordi, shom namozi o'qidimi, xufton o'qidimi, guruhni kutib oldimi, Madinaga olib bordi, olib keldi. Siz bilmaysiz. Uyingizda o'tirasiz, u ko'ylak siz uchun ishlaydi. Vatanimizda bo'lsa-chi, vatanimizga borganingizda albatta qizlarimiz o'qiydigan maktabga boringlar. Tahoratxonasini ko'ringlar. Jon hoji dodalarim, onajonlarim, imkoniyatingiz bo'lsa, chashaginini almashtirib beringlar. Kranini qaranglar, issiq suv bormi, ariston qo'yib berish kerakmi bu maktabga? Doskasini almashtirish kerak bo'lsa, imkoniyatingiz bo'lsa, doskasini almashtirib beringlar. Qizlarimiz sovuq suvda tahorat qilishmasin, shamollab qolishmasin. Shu narsani ta'minotini qilsa, inshaalloh biz yutamiz. Janobimiz sollallohu alayhi vasallamdan onajonlarim bu savol sizlarga. Sizdan keyin eng birinchi bo'lib qaysi birimiz yetishamiz deb so'rashdi. Janobimiz aytdilarki, eng qo'linglar uzuninglar dedilar. Onalarimizdan ichida eng qo'li uzuni kim bo'lgan? Hadicha onamiz avval o'tib ketib bo'lganlar. Agar u paytda janoza o'qilishli hali hukm bo'lmagan bo'lsa, o'qishmagan. Bu degani nima deysiz? Yo'q, men aytayman onajonim. Agar u paytda janoza hali o'qishli farz bo'lmagan bo'lsa, hech narsa qilmaydi. Lekin agar bo'lganda janobimiz albatta o'qigan bo'lardi. Janobimiz sollallohu alayhi vasallam men sendan roziman deyishlarini o'zi, erkaklardan ko'pi kamolatga yetishdi, ayollardan 4 tasi, o'shadan bittasi Hadicha deyishlarini o'zi onamizga yetib bo'lmaydigan baxt. Olinglar o'sha kitobni, men aytgan kitobni o'qinglar. Hamma onalarimiz bir qamish olib kelib qo'lligini o'lchab ketishgan ekan. Kimning qo'li uzun ekan deb. Nima deysiz? Solih va soliha farzand so'rasam deysizmi? Yo'q, onalarimizdan ichida onalarimiz so'rashyapti-da. Madina-i Munawvarada janobimizdan so'rashyapti. Sizdan keyin sizga eng birinchi yetishadiganimiz qaysi birimiz deb so'rashdi. Janobimiz aytdilarki, qo'linglar eng uzuninglar dedilar. Shunda onalarimizni janobimizdan keyin bitta qamish olib kelib, qo'lligini o'lchab ketishgan ekan. Kimning qo'li uzun ekan deb. Lekin birinchi bo'lib yetgan onamiz Zaynab binti Jahsh onamiz yetib borganlar, radhiyallohu anha. Nimaga ularning qo'llari uzun deyilgan desa, ko'p ehson qilar ekanlar. Bunda hali qamish bo'yicha uzun qo'l emas, ko'p ehson qiluvchi qo'lli eng uzun qo'l deganlar janobimiz. Mana shu kitoblarni o'qisanglar, shunaqa ma'lumotlar bor shu kitobda. Agar suhbatimizdan birorta bir manfaat topib